Xullas, hurmatli obunachilar, mana shu ko'rib turgan paxta sexlaring sotuvda. Buni oldin ham bir qo'yuvdik, narxini sal kelisholmadik. Ishlab turgan sex. Oldin bir ishlatilgan, odam bo'lmagani uchun ishlatilmay qolgan. Bunisi chiqarib beradigan katoshkasi. Nomi svetofor buni. Bunisi paxta titadigan. Buning ham mana generatorlari. To'kda adel chiqarib beradigani bor. Ko'paytib beradi. Bu ko'paytib beradigani motorchasi. Buni adel sotamiz. Ventilyatsiyalari ham bor, mana. U ham zbor komplet gaplashamiz. Agar bunisini olaman, unisini olaman, yo'q, zbor komplet gaplashamiz. Kimda kim zbor olmoqchi bo'lsa, zborga beramiz. Ishlab turibdi, ancha vaqtdan beri ishlamagan. Kimga qiziq bo'lsa, men pastga nomerlarni qo'yaman. Telefon qilaverasizlar, kelib ishlatib ko'rasizlar. Anchadan beri ishlatilgan yo'q, lekin mana ko'rib turibsizlar, cho'ng bosib yotibdi mana. Tayyor biznes kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa. Kamchiligini o'zlaring kelib ko'rib olasizlar, ishlatib. Uncha tushunavermayman bunga ham. Mana. Nomi svetofor, yana qaytaraman. Ishlab turgan sex. Endi mana remen pemenlarni aralashtirib berasizlar olgandan keyin. Qotib qolgan ishlamay. Mana zbor ko'rinishini ko'rsataman mana. Narxini telefon qilasizlar, telefonda kelishamiz. Bu chang tortqichlari mana. Zbor sotiladi hammasi. Buning o'zini addelni ham sotsak ham bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa addelni ham sotamiz buni. Kimda kim tushunsa telefon qilinglar. To'kni ko'paytib beradigani bor. Avtomatlar endi o'ziniki qoladi. Obunachilar, mana bu yerda pilka ham bor mana. Pilkani tushunadigan odamlar bo'lsa, mana. Germanskiy pilkalar bor, rossiyskiy. Bittasi 2 lik, bunisi 5 lik bo'lsa kerak. Bu upakovkadan ochilgani yo'q. Mana bunisi ochilgani. Kilosiga hisoblab ham beramiz. Buni o'zi kilo hisoblab sotilar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pilkalarimiz ham sotuvda bor. Komplet beramiz. Shu paxta seqqa deb olib kelganmiz. Mana. Mana bunisi ochilgani bu 2 ligi bu mana. Tishlarini ham ko'rsatay mana. Qiziq bo'lsa chiqaveringlar, og'aylar. Komplet qilib beramiz, xudo xolasa kelishamiz. Videoni tarqatib qo'yinglar, kimga mana shunday pilka hanolar kerak bo'lsa.